Telefonda matematik misolni yechishni o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p, o'yinni boshlaymiz. Birinchi level 1 ko'rib o'tiribsizlar. 4, 8, 16. Raqamlar ketma-ketligi 4 dan keyin 8 2 barobar oshib ketyapti. 16 dan keyin necha keladi? 2 kara 16 32 keladi. 2 kara 4 8, 8 kara 2 16, 16 kara 2 32. Correct. Voy, buni tushunmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. 6. Kalkulyatorga hisoblab oling. 3-level. Xo'sh, ikkita to'rtburchak 8 demak, bitta to'rtburchak 4 bo'ladi. Xo'sh, 4 bo'lsa 14 dan 4 ta ayramizda, plus bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. 10 bo'ladi, ikkita aylana 12. Bitta aylana necha bo'ladi? 5. Xo'p, aylana plus 3 burchak 11, aylana 5 edi. 11 dan 5 ayirsak 3 burchak kelib chiqadi, 6. Javobimiz 6. 4-level. 6 teng 30, 3 teng 15, 7 teng 35, 2 teng so'roq. 5 ga ko'paytirib chiqyapti-da, matematik mantiq. 6 kara 5 30, 3 kara 5 15, 7 kara 5 35, 2 kara 5 necha bo'ladi? 10. 10 bo'lar ekan. 4 11 8. Savollar bo'lsa, qo'shimcha fikrlar bo'lsa, izohlarda qoldirib ketasizlar. 4 11 8. 4 11 8. 7 qo'shyapti. 4 ga 7 ni qo'shsa 11, 11 ga 7 ni qo'shsa 18, 18 ga 7 ni qo'shsa 25 bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarni ko'rish uchun obuna bo'lishni unutmang. Matematikani hayotiy tarzda o'ynab o'rganamiz. Salomat bo'ling.